Arab o'rtog'imnikiga tog'ora bilan borib, yana tog'orani to'ldirib qaytibman. Arabcha shirinliklar bilan, mana yana burgerlar bilan tog'oramni to'ldirib beribdi. O'zi kelganimdan beri bu yerdagi nafaqat arab, boshqa o'rtoqlarimni ham salomlashayotganda ham va xayrlashayotganda ham mana shu narsani o'rgatib qo'yibman. Ular doim bizga o'rgatib qo'yibsan deb kulib, mana shunaqa qilishadi men bilan. Sababi ko'ksimizga qo'limizni qo'yib xayrlasha solmash, mana shunaqa o'zbek yoki o'rta Osiyoga xos. Va yana ba'zilar o'sha Germaniyadagi mehmondorchilikdan ham video qo'ying deb so'rayapsizlar. Bunaqa burgerlar ham jo'natib yuboribdi. Xo'p, buni iloji yo'q, chunki men birov uyga borganimda bu narsa men uchun uyat hisoblanadi. Video kamerani ushlab, men atrof videoga olishi va yana bitta narsa, Germaniyada Datenschutz degan narsa bor. Ya'ni siz xohlagan joyingizda o'zingizni videoga olishingiz mumkin, lekin videoga birovlarni bolalari yoki birovlar tushib qolib, siz uni internetga chiqarib yuborsangiz, bu narsa qonuniy javobgarlikka olib kelishi mumkin. Ya'ni haqqingiz yo'q birovlarni yuzini kamerada ko'rsatishi, ularning ruxsatsiz albatta. Menimcha bu narsani O'zbekistonda ham joriy qilsa qaysi ma'noda to'g'ri bo'lardi. Sababi nima deydi? Hozir ko'ryapsiz internetda, umuman birovlarni bolalarini ruxsatsiz shuni videoga olib, kameralarda videoga chiqarib yuborishyapti. Menimcha bu bolani kelajagi uchun ham, qaysi ma'noda xavfsizligi uchun ham to'g'ri emas. Nima deb o'ylaysizlar? Fikrimga qo'shilasizlarmi?